Ha, to'ymi deyman bu yog'i. Voy taniyman u. Adayni meni o'tiribdilar. Bolam, shu sen 3 ta o'g'lim bor. Kichkina hovlida tiqilib qolganmiz. Senga uyoqotdilar menimcha. Bosh shortmi o'rtoq, hazillashmagin. Ha, bo'pti qara, eriysanmi yo'qmi? Eriyman, 100%. Bo'pti o'rtoq. Jonim, tabriklasang bo'laveradi. Yaqinda bizning to'yimiz bo'ladi. Adam biz uchun yengu uy oldilar. Abdella yashaymiz. Ha? Ketdi oilalarimiz endi. Yur. Ada, mabodo menda gapingiz yo'qmi? Bor. Ertalab turgan, yerlarni chopgan, ko'chaga polni shag'alni yo'l tashagan. Bo'ldimi shuni o'zimi? Mashinani qolgani keyin gaplashamiz. Xo'p bo'ladi. Ha. Hozir bir minut. Mana endi aniq bo'ldi o'rtoq, to'lovlar qilib dokumentlarni olib ketdilar. Men senga ko'mgan edim, qazigan nimada? Endi uylanmaganman dedi, qashq ustaman. Ko'm qo'yma, xavotir olmang. Ha, bo'pti. Men gapingiz yo'qmi? Akalaringni gaplashamiz. Xo'p bo'ladi, adi. Bolalarim, salan yig'ishdan maqsad to'y qilamiz. Zo'r o'ylabsiz, ada. Ada, qayerga to'y qilasiz? Hammamiz bitta qo'lda tiqilib o'tiramiz-ku. Men shuni o'ylab, Live Group biznes kompaniyasidan 3 xonali uy oldi. Zo'rsizda, ada. Ada, rahmat, 4 ta bolam bilan tiqilib qoluvdim. Sovchilikka borsak bo'ldi, bu yoqqa to'yadi. Men u yog'ini ham hal qilib qo'yganman. Rostda. Mana shu qizga uylanaman. Mancha, adi. Adangga baqirma. Keling, iltimos siz jim turing. Oyingga baqirma. Meni uylantiraman dedingiz, qanaqa oyi? Stop. Mana baxtli bo'lishga haqqim bor. Mana shu oq-uka o'zing yog'ingga o'zing qo'rilib yashaverlaring. Sog' bo'laring. Mikrofon keling. Ada. When whining and jumping, get out of control.